Yasinda 10 ta baraka bor deyishgan ekan. Och o'qisa qorni to'yadi, ya'ni uning rizqi ko'payadi. Kiyimsiz o'qisa unga kiyim nasib bo'ladi, ya'ni o'z kiyimda demak serobchilik bo'ladi. Bo'ydoq odam yoki turmushi hali baxti ochilmayotgan deydi-ku. Baxti ochilmayotgan turmush istayotgan o erkak ayollar, yigit qizlar o'qisa turmush nasib bo'ladi. Bu ham tajribada ko'rilgan. Biz 200 ta joyda shunaqa bo'lgan. Haligi uylanolmayotganlarga borib Yasin o'qilganda bir pasda bo'lib ketgan. Sovush kelyapti, ketyapti, hech o'xshamayapti. Yasin o'qilganda turmush bo'lib ketgan, tajribada ko'rilgan. Qo'rqqan odam o'qisa, unga omonlik bo'ladi. Mahzun odam o'qisa, unga xursandchilik bo'ladi. Musofir o'qisa, safari yengil o'tadi. Yo'lini yo'qotgan odam o'qisa, yo'lini topadi. Agar mayyitga o'qilsa, joni chiqishi oson bo'ladi. Agar chanqoq o'qisa, serob bo'ladi. Kasal o'qisa, yaxshi bo'ladi degan ekan.